Qandaysa taniydi-mi? Mana Lazzat Mahmudyan kvartirasini Svet beradi-mi? Mana shu yerda bechora yashaydi. Assalomu alaykum. Keldim. Mana bu ayol shu yerda kvartiram bo'lib yashaydi. Bechora shunday jimon ahvolda yashaydi. Yordam qiladigan odamlar bo'lsa, yordam berib qo'ysinlar. Mana shu ayol invalid. Bu nevarasi bu. Shu ayolni qaraydi. Deydi, bu uylar juda qiyin ahvolda. Patronlar ham tushib ketayin deb qolgan. Mana yerga so'ri qilib qo'ygan, so'rini tagiga qarab zak hidi keladi.